Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan intensiv foydalanishga, ekologik toza mahsulotlar yetishtirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Jahon bozorida ham bunday mahsulotlar xaridorgir hisoblanadi. Qiymati yuqori baholanadi, dehqonning manfaatdorligi ortadi. Muxbirimiz Toshkent viloyati Zangiota tumanidan tayyorlangan lavhasi bilan mavzuni davom ettiradi. Zangiota tumani meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan bo'lib, mavjud 130 ga yaqin issiqxonalar, shuningdek, ochiq yer maydonlarida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ichki bozorga chiqarilyapti. Ma'lum qismi eksport qilinmoqda. Tumanning Navro'z hududidagi ko'pchilik usta dehqonlar yerga ikkinchi ekin urug'ini qadashmoqda. Pishib yetilgan mahsulot peshma-pesh yig'ib terib olinyapti. Mana bu ekin maydoniga ham o'tgan yili kuzda 90 bosti usulida sabzi ekilgan. Sovuq kunlarda usti o'ralgan, agrotexnik talablar asosida parvarish qilingan. Bugun ko'zni quvontiradigan darajada hosil yetishtirildi. 4,5 gektar yerimiz bor. 2 gektar sabzi ekkanmiz, sholg'om ekkanmiz, shirinjo'xori, oshqovoq ekilgan. Karomimiz xudo xolasa ichki bozorga chiqazamiz karomlarni. Sabzini o'tgan yili noyabr-dekabr oyidan boshlab yerni tayyorlab, urug'larini sepib ekkanmiz. Elimiz dasturxoniga, eksportlarga yetilyapti sabzilar. Karantin inspektorlari maslahat berib turadi. O'tlariga, kasalliklariga qarshi dori-darmonni birgalikda ishlaymiz. Mana shu mehnatimiz natijasida hektariga 25-30 tonnadan hosil olish niyatimiz bor. Tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi inspektorlari hududdagi fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yerlaridagi ekinlarning holatini nazoratga olgan. Shu 1925 gektarga sabzavotchilik mahsulotlari ekilgan. Bir hudud, bir mahsulot tamoyili asosida mahsulotlar ektirilib, dehqonlarimizni yetishtirgan mahsulotlarini eksportga chiqarish maqsadida eksportyorlarimiz bilan birlashtirib hamkorligini yo'lga qo'ymoqdamiz. Hozirgi kungacha pomidor, bodring mahsulotlarini eksportga chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Bundan buyog'iga sabzi, sholg'om, lo'lagi, gilos, o'rik mahsulotlarini ham eksportga chiqarishni rejalashtirmoqdamiz. Qayd etilganidek, tumanda bir hudud, bir mahsulot tamoyili asosida dehqonlarga eksportchi korxonalar birlashtirilmoqda. Chetga chiqarilayotgan mahsulotning fitosanitar holatiga baho beriladi. Ko'rilayotgan bunday choralar mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashi barobarida dehqonlarning manfaatdorligini oshiradi.